Avvalambor assalomu alaykum. Bizni kuzatayotgan chorvashqi bozlari, chorvasir obunachilari, aka-ukalar, bizni kuzatib boruvchi qadrdonlar, akalar, bugun biz Kitob tumani Makrit mol bozoridamiz. 18-iyun. Hafta kuniga payshanba. Akalar, bozor ertalab 6:30larda boshlanadi. Xudo xolasa bugun narxlar bilan tanishtiramiz. Amaki bu qan nech pulga bordi? Gazirmas. Ana 25 million deyapti. 20 million so'm qilishyapti. Bo'yi 1.5 shunday akalar. Shivit buqacha. Mana bunojin buqachalar. Nech puldan qilyapti aka bular? Bir joyga. Bundan so'rayapti. Mana buni 11 million. Erkak, nargilari ham erkak. 10 million so'mdan 11 million so'mgacha so'rashyapti. Aka nech pulga bordi bu? Qaqo'nlar. Bozorda sera bo'lib qoldi. Nech pulga boryapti aka? Nech pul so'rayapsiz? Urg'ochishni 10 million so'rayapti. 1 metr chiqmaydi, 90-85 chiqadi. Nima deydi? Bu kichalar 10 million, 11 million shunday bo'lyapti. Bunojillar 8-9 11 million. Har xil akalar. Videoni oxirigacha kuzatib, bitta like bosib qo'yamiz akalar. Qo'y bozorda ham hozir qo'ldan kelgancha video qilamiz. Nech puldan deyapsiz aka? Akalar, mana shu ikkalasi 26 million so'rashyapti ekan. 30 million deyishyapti ekan. 26 million savdo bo'lar ekan, mana shivitcha. O'zbek eski shivitlardan. Sement almışsın. Aka nech puldan so'rashyapti bular? Ikkalasi 30 ga. Mana shunisi bilan mana shunisi 30 ga bordi. Bir joyga. Boshlaridan ham ko'rsatib beramiz. Aka bu nech pulga bordi? 14.5 ga bordi. Bo'ylari biri 10. Bitta semental hookcha kirgan akalar, shu yutg'onojim bilan. Hozir orqasida o'tladi. Hookcha 23 millionga bordi. O'nojinni 25 million qilishyapti ekan. O'nojinni bo'yi 1.20, buqachani bo'yi 1.5. Bu adashmasam toza emas, chatishgan. Aka nech pul ekan bular? 17.5 ga 12.5 so'rashyapti ekan akalar. O'nojin buni sog'isiga. Nech pulga boribdi? Aka. 27 ga bo'zmi? Qisir buni. 1.30 bo'y. 27 ga dedingiz. Endi
egasi aytgan. 23 milyon. Realni savdosi 23 bo'lgan. Shunisi aniq. Siragan akalar. Nechi pulga chiqdi ekan? Bunachi. Bozor nechi pul qildi? 18. 18 million so'm. Bo'yi bari 15. Borib savdosi. Gebret Gunojin savdosi qanchaga borayotganini so'raymiz ekan. 28 million, 1.30 bo'yi. Gebret Gunojin akalar. Savdosi bo'lyapti, realni savdosi. Akalar sezon keldi. Mana. Uzoqchalar. Nechi puldan so'rashyapti? 15 dan. Bozor nechi puldan qildi? 13 dan bir joyga. 13 dan. Mana. Akalar 13 dan so'rashyapti ekan. Sutga to'ygan. Buqachalarni 13 dan savdosi bo'lyapti. Mana. Kichalar originallardan chiqyapti. Nechi pul qilyapti? Bilmayman. 10. Xulovaga nechi pul qilyapti buni? Men nechi pul? 25 million deyapti, savdosi nechi? 25 million. 25. Deyilishida endi savdosi qancha bo'layotgan bo'lsa? Mana bu qalay. Yaxshi zo'r akalar. Eski shoy. Bitta gebret, bitta eski shoy. 21 ga boribdi. Oq. To'xtang. $42 million so'm. 42 million so'mga 42 million so'mga savdo bo'lyapti ikkalasi. 42 millionga borda. Berilmayapti degan akalar. Ha, jazma savdolar vodiyga savdo bo'lyapti. Hozir addillarini so'raymiz akalar. Bo'yi 1.10 dan boqachalar. Sifatli narsa. Akalar 44 bo'lsa oyna deb 42,5 million so'm so'rashyapti. Ikkalasin. Men noto'g'ri eshitdim. Hozir bitadi buni savdosi. 44 dan ozgina o'tib beradi-da. Shunga boradi savdosi. Ana. Ana akalar. Sezoni keldi bulardi. Sezoni qaynaydi. Ana bu qachalar. Sutga to'ydirib olib kelishyapti. Sutga to'ydirib. Aka nechi puldan so'rashyapti bular? Yo, nechi puldan narx aytyapsiz? Mana bozor qanchadan qiladi? 15-16 dan so'rashyapti ekan. Mana. Aka shu nechi pulga bordi? 22 million so'm. Bozor nechi pul qilyapti? Bozor 22 million. Bahosi 25. Mana. 1 metr, 1.5. 90 akalar shunday buqachalar gebret shved
Mana shunaqa variantlardan. Buzoqlar ko'p. O'zi narxi bilan sotilaveradi sekin. Nalingiz nomi nima? 2 1 million. Chorvasi. Mana shu 21 ga borib akalar. Mana bu qo'cha. Originali jonivor. Qo'yani qaranglar, qo'y. Gibrid 18 ga borib. Nargilari 15-16 dan. Mana. 40 million aytilishi 33 ga savdosi bor. Biri 35 akalar. Buni ajini bo'yi basti. 33 ga berilmagan ekan. Akalar 24,5 million so'm sotilibdi. Bolasi urg'ochi. Urg'ochi erkakdan qimmat bo'lib ketdi. Sababi mana urg'ochi bolani hozir erkak bolalardan ko'ramiz. Aka necha pulga bordi bu? Savdosi. 28. Bolasi erkak. Bolasi gibrid. Onasi nechta suti bor ekan? 10 ta suti bor. Nechinchi qoringa? 6-chi qoringa. 28 ga bordim savdosi. 28,5 Ha, 28,5 ga beramiz. Sigircha bo'yi 1.25 shu atrofdagi bor. Erkak bolali. Davron aka, nech pul qilishyapti? 18 mi nech? Nech pulga boribdi? Nech pulga boribdi aka? Nechi? 18 ga eshitdim. Million borgan. Siraydi joylari mollar narxi shunday akalar. 18, 20, 23, 24 shu atrofda. Mana oq sigir. Bolasi erkak adashasi. Mana bolasi bu qachaga. Aka nech pulga bordi bu? Nech pulga bordi? 40. 40 ta akalar. 4-chi, 5-chi bolasi bu. 40 millionga beriladi. 1.35 bo'yi chiqadi. Normal sigir izlaganga yaxshi narsa. Aka nech pulga bordi bu? Nech pulga bordi? 31 urg'ochi bolasi. Bolasi nechta sutga? Nechta sut beradi? Yelini katta bo'lgan bilan amma sut kelmagan. 8 ta sut beradi. 8 ta sut beradi. Yoshi ham kattaroq bo'lsa ko'rindi. Nech pulga bordi bu? 33 34. Suti nechta bor aka shuni? 12 ta. Sigir bo'yicha katta emas, bo'yi 1.15, 1.20 atrofida. Suti beradigan sigircha. Yerga yaqin. Bolasi erkak ekan. O'rtamay oladigan bo'lsak, sigirlar narxi shu oraliqda 30
35 40 akalar bitta narsa ko'rib qoldim, buni ko'rsatmasam bo'lmaydi. Bitta narsa ko'rdim, buni ko'rsatmasam bo'lmaydi. Mana. Mana sigir. 40 million so'mga boribdi. Akalar, onasi Jicha ko'proq tutgan menimcha. 40 millionga berilmayapti. Bolasi ham sutga to'ygan variantida. Mana shu sigircha 39 millionga boribdi akalar. Bolasi g'onojincha ekan. Birinchi qoringa tuqqan bu. Asilbek bozorda u ko'rsatyapti. Shved sifat molcha ekan. Bolasi istagan yo'q. Aka bolasini bitta ko'rsatinglar. Mana 2 oylik bolasi. Birinchi qorin. Bolasi zo'r ekan. Bolasini qancha olishini o'zi odamlar biladi. Zo'r variant. Nomer ayting aka. 94lik 94lik 111 111 55 55 akalar aloqaga chiqsangiz bolasi qadimay zo'r narsa bo'lib qoladi. Mana orqa korpuslari kindagina buzoq ekan. Gap yo'q ekan. Bozoringizni. Ha, shunday. Bozorda ham futbol ko'rilyapti. Shu futboldan qoldik bugun. Futbol ko'ryaptik. Syomka qilmasak bo'lmaydi. Bozor o'tib ketyapti. Yosh bolali sigirchalar. Aka necha pulga bordi bu? 36 ga. Bolasi erkak. Nechinchi qoringa aka? Birinchisi. Bolasi erkak ekan, 36 ga borib qoldi. Akalar, videoning sifati qanday chiqyapti bitta yozib o'rasiz. Sifatini. Mana shved bolasi. Galopga erkak. Aka necha pulga chiqib qoldi bu? 47 million. Nechinchi qoringa? 3-chi bolasiga 47 million so'mga berilmayapti. Suti nechta aka buni? Aka 10 ta suti bor aka. 10 ta suti bor. O'ran galopgaligini qarang. 47 million so'm. Nomer qo'yamizmi aka? Nomer qo'yamizmi yo savdosi bo'lyapti? Ayting. 90lik 888 50-27. 50-27 akalar. Aloqaga chiqaverasiz. Yaxshi yut bo'lsa to'p beraveramiz aka. 5 ta kerak, 10 ta kerak. Izi bor ekan muhimi, iziga chiqaverasiz. Rahmat aka. Mana yana necha pulga chiqdi aka? 55 million. 55. Nechinchi qoringa? Birinchi qoringa. Sigirda bo'yi 140 dan balandroq ekan. Mana. Bolasi ham galopga erkak buzoqcha. Sigirning holati o'ta zo'r, orqalari 150 dan ham teparoq. Sigir erta kelajagi bor sigir akalar. Birasa buqachasini o'ta zo'r sifatli narsaga qo'ymagan ekan. Sigir zo'r ekan, lekin aka nomer qo'yamizmi? Ayting. 87lik 218 490. Bahosini qancha aytib qo'ydingiz buni? 60 million bahosi. Akalar aloqaga chiqaverasiz. Molga gap yo'q. Mol original vaqti. Akalar mana urg'ochi 3 million 550 ming so'mdan bo'ldi bir joyga. Hammasi. Endi 6 oylik bormi, 7 oylik qo'zilar bo'ladi. Hammasi bir xil razmerga 3 million 550 mingdan. Urg'ochi qo'zi qanday qimmatligini bilyapsiz. Aka necha puldan boryapti bular? Savdo bo'lyapti. Siz chiqmaysiz.
Savdo bo'lyapti. Ular qanday ekan? Bo'ysin ham bu. Mana qo'ylar. Aka nech bilan qilishyapti bular? Nech bilan qilishyapti? 31 dan qilyapti. 31 dan erkak emas. Hammasi erkak. 3 million 100 dan. 3 million 100 dan. Ha? 3 million 150 ming so'mdan. Yo'q, ma. Hech bilan beralar. Mana qo'zichoqlar akalar, mana. Ha, kichkina shunlar. Bizda qo'zi olishni. Nech bilan qilishyapti bularni? 2 dan. Deyapsiz yo so'rashyapti. 2 million aytilyapti. Shuni aytdim, qaysi qolibdi aytchasi. Mana shu bozorda odam o'tirib, вообще uzatda videoni. Nech bilan qilishyapti aka buni? Nech bilan qilishyapti akalar? 2,5 dan qilyapti. Erkakmi? Bittasi erkak, bittasi 2,5 million. Bitta erkak, bitta urg'och. Buzilgan. Aka nech pulga bordi? Egizmi? 3 millionga. Qo'zichoqlarchi? Nechaga? 3 million 600 ga bordi. 3 million 600, 1 million 800 dan akalar. 3 million mana qo'zichoqlar. Juda servoq qilib qolibdi bugunga. 1 million 800, 2 million. Bizni Marshallga o'xshargan. Marshall zotga boqilyapti. 3 million 300 ming so'mdan bo'ldi akalar. Mana erkak ekan. Lekin urg'ochisi 3 million 500 dan sotilyapti. Qanday? Zamonga nima bo'lyapti deydi. hozir sutda qimmat uchun ketyapti. Mana sutda qimmat uchun ketyapti ekan. Lekin bo'lmaydi. Nech bilan so'rayapsiz aka? 4 million 400 ming. Qaysi birini aka bu? 100 ming so'm Bittasi. Erkakmi, urg'ochimi? Erkak. 4 million 400 ming. Mana biz. Mana. Aka bular nech bilan qilyapti? Astaga 38 3 million 800. Akalar qo'yib savdogarman olmasa. 3 million 800. Hojibo nech pulga bordi mana ular? Urg'ochilar 37 36 dan qilyapti. Akalar endi aytib qo'ying. Shu odamlar aytganidan 300 ming 400 ming kam hisob qilasiz. Rostida. Qilayotgan narxidan ancha baland aytishyapti. Mana qo'chqorlar, saralari zotga chiqyapti. Aka nech pulga bordi bu akalar? Yarimini aytsa misol. Ha, aytsa birov urishyapti. Qo'chqorlar vashsi zo'rang. Aka nech pulga bordi bular? Nech pulga bordi? Qaysi kanaldan chiqadi? Chorvasi. Chorva? Chorva asri. Aytgisi kelmaydi narxlar. Aka nech puldan bo'lyapti bular? Bozor nech puldan qildi? O'zini ham. O'zi shart emas ekan. Ko'plar xohlamaydi o'zi. Ketdi belli. 8 million so'mdan, 9 million so'mdan. Beres. Aka nech pulga bordi bu? Nech pulga bordi? Nech pul? 8,5. 8,5. Tishi mayda ekan, alo, ko'zimi deyman. 8,5 ming bordi qo'chqor. Mana. Originallar. Qisor qo'chqorlar. Nech pulga bordi aka? 10,5. 10,5. Mana
narxlar o'shanaqa chiroyli bo'lyapti. 8,5, 10,5, 40 Ketdim, men keyinroq bir so'mda boraman. Bu necha pulga bordi bash? Mana shu. 7,5 ga. 7,5 million so'm bor. Sog'liqlar. Aka sog'liqlar necha pulga bordi? Bo'ldi, so'mni olib beraman. Ona bolami? Bunisi bo'ladi. Bu tura Mana shunisi necha pulga bordi? Pushkor kitobdan olib istasa. Shu. Yani bozor necha pul qildi? 6,5 million so'm. Ketdik. Ona bolalarchi? Ona bola. Necha puldan qilishyapti uni? İşleri hamma şeyini ko'ring aka. Shu to'rtalasi 21 million so'mga baraka bo'libdi akalar, urib olish. Necha pul narx? Tushsa bilmayman, o'zingizlar siz bilib olasiz. To'rtalasi 21 million so'm. Echki go'sht olyapmiz, so'yapmiz akalar. Echki go'sht 130-140 dan tushib ketyapti. Vobshe baland echki. Lekin go'shtini yegan odam mazza qiladi. Akalar, rahmat hammaga. Videoni yakunlaymiz. Bizni kuzatib, qo'llab-quvvatlab, like bosib, obuna bo'lib qo'ygan akalarga kattakon rahmat. Alloh razı olsun. Rahmat hammaga.